Hammaga salom do'stlar. Hozir men sizlarga Minecraftda qanaqa pushka yasashni o'rgataman. Unday bo'lsa, qani ketdik. Buning uchun bizga bu blok kerak bo'ladi. Men tosh olaman va bizga plita kerak bo'ladi. Keyin esa bizga rasvor kerak bo'ladi. Keyin knopka va TNT. Va yana bir narsa bizga radikalka ham kerak bo'ladi. Xo'p, bizga suv ham kerak bo'ladi. Shundan chiqdi. Unda bo'lsa qani boshladik. Biz xohlagan razmerda qurib olamiz mana shunaqa narsa. Yonib tashlaymiz. Bu yoqqa oddiy plita qo'yamiz. Bu kaltaroq. Mana bo'lsa yaxshi. Xo'p, oxiriga suv qo'yamiz va knopka qilib redstone'ni hamma yoqqa chiqaramiz mana shu territoriyagacha va tayyor bo'ldi. Bu yoqqa TNT xohlasanglar, nechta xohlasanglar o'shancha mametga TNT qilsangiz bo'ladi. Qancha ko'p mametga TNT qo'ysanglar, shuncha uzoqqa uchadi. Xo'p, endi buni qanaqa ishlatishni o'rgataman. Birinchi bo'lib knopkani bosib, ozgina kutib zazigalkada bunisini yoqish kerak. Mana ko'ryapsizlarmi? Portladi. Endi biz bittalik ko'ramiz. Boshladik. Ko'rib turganingizdek, shunaqasilarda ham narsa chiqish kerak. Hammaga xayr do'stlar, yana keyingi videolarni kuzatib boringlar. Hammaga xayr.